nomadi? Zafarbek. Zafarbek Ziyodulla firma. Zafarbek Ziyodulla firma xo'jaligi. Mana hozir kartoshkalarni ko'rdik ekan. Mana zo'r qilgan ekansizlar. O'sha ertachi ekkan ekansizlar. Kartoshkani qachondan ekdingizlar? 22-fevral kuni ekkanmiz kartoshkamizni. O'shanga yog'ingarchilik bo'lgani sal kechga qoldi, o'z vaqtida ekmoqchi edik. Hozir suv quyganimiz yo'q, ishqilib tugib boshladi. Ha, yaxshi. Mana hozir bir chisni ekkan ekansiz, hozir u tomonda chisnolarni ham ko'rdik. Zo'r. Mana chisnoyni hozir bergan nima navni ekkansizlar? Bu mays qizil po'choq. Ya'ni to'qsanboz sifatida to'qqizga tayyor bo'ladi. O'shani ekkanmiz. Mana hamma aytadi-da, bu Xitoyga ham nimaga ham ko'ramiz, chisnoyni mana tepasini bog'lab, nima qiladi? Buni qilmaysizlarmi yo o'zi nima qilaveradi? Yo'q, buni bog'lash shart emas. Buni qanday qilib bog'lasangiz ham baribir unib chiqaveradi. Mana o'zi endi ko'tarilishga to'xtadi. Mana e'tibor bersangiz, mana bu yerda qattiq o'zak chiqadi. O'zak chiqdi keyin, ya'ni galopkasi kattalashib boradi. Galopkasi kattalashib boradi. Hozir qancha joyga ekkansizlar? Hozir 1 gektarga yaqin joyga ekdik. 1 gektarga chisnoy ekkansizlar. Kartoshkachi? Kartoshka 1 gektardan ziyodda. 1 gektardan ziyod. Kartoshkani qaysi navni ekkansizlar? Kartoshkani Arizona degan navni ekkanmiz. Arizona. Agroverdan olib keldik, ya'ni F1 urug' olib kelganmiz. F1 ha? Ha, F1. Ha. Buni reproduksiyasi? Buni qayerdan oldingizlar chisni? Buni asli o'zimizdan bu, Qashqadaryodan olganmiz, sherdan o'zimizdan Qashqadaryodan olib, ya'ni 2 yil ekamizda 3-yil navni yangilaymiz buni ham. Chunki bir joyga moslashib qolsa, bu duragaymi? Duragaymi bu? Xuddi shunday. Hozir gektarga qanchadan ketadi endi buni? Gektariga o'sha 70likka ekkanmiz, 70, ya'ni chisnokdan chisnokning oralig'i 12 sm, bundan esa 16 sm. Buni endi qachon o'rtacha 2,5-2,600 ga ketadi. Qachondan yetishtirib boshlaysizlar endi? Nasib bo'lsa, agar havo issiq kelib qolsa, mayni o'llargacha olinadi. Agar havo salqin kelsa, 20larga cho'ziladi. Keyin qarang, buni hozir sizlar shartnoma qilgansizlarmi, qayergadir eksport qilasizlarmi yo o'zimizning mahalliy bozorga chiqarasizlarmi? Endi mahalliy bozordan ortganini nasib bo'lsa eksport qilmoqchimiz, o'shanga yo'naltirmoqchimiz. Shartnomalar qilgansizlarmi? Ha, albatta qilgan. Ha, yaxshi. Zo'r, mana ko'rdik, hamma joyga zo'r bo'lgan, ertagi chisnoklarni ham ko'rdik. Kartoshkani ham vaqtida ekkan ekansizlar. O'sha mana gullashga boryapti kartoshka. Hozir qarang, gektardan qancha hosil olasiz chisnokdan? Gektardan nasib bo'lsa endi. Endi o'rtacha xudo xolasa 20 tonna beradi. Hozir bundanisi kalibri mana bunday o'lchanadi-da bu. Mana aka. 0. 0. Mana. Mana eng bundanisi kichikroq asosan 0 kalibrda bo'ladi. Maydasi. Ha, hozircha shundayda bu. Mana olib keling-da mana. Zo'r, malades. Barakasini bersin. Sog' bo'linglar, rahmat sizga. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling.